nechanchi mashina bo'ldi? 3-4-chi mashinalar. Assalomu alaykum, Avtoral bizning bir obunachilarimiz, qadrli yurtdoshlar, Xudo xolasa 13-noyabr 2025-yil navbatdagi savdomiz. Qadamboy ham ketdi mana Xivodan. Bir ag'anda 2 mashinani baraka qildik. Nexia 2008-yilda ishlab chiqarilgan Kantachka Radnoy, 2011-yilda ishlab chiqarilgan Matiz H9 konditsioner 3 portion Matizimizni berdik. Ekonom narxi 57 million so'm pul bo'ldi. Qadamboy rozimisiz? Xudoyim xayrli ko'ring. Xayrli davlatli mashina bo'lsin. Taklif etasizmi, tashamizmi? Kelaveradilar zo'r baholar. Malades, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, Xudo xolasa Avtorialda hamma mashinalarımizdan bor. Bemalol kelaverasizlar. 2008-yilda ishlab chiqarilgan Donus mashina edi. Stoplargacha, farlargacha o'zing Radnoy'da. Endi kapotlari ochiq turgan zazorlar urgan turibdi. Yo'qsangizlar chotki zazorlari. Hammasi Radnoy edi mashina. Mayda juda chaqa-chuqasi bor. Zazorlarga e'tibor berasizlar, qapning germetiklarga e'tibor beringlar, buning germetiklarga. O'zing Radnoy germetiklarni turibdi. Kalillar ham ishlangan emas edi mashinamizning. Yana